Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi shohona qafasimiz tayyor bo'ldi. Arzonni ko'rib chiqamiz. Qismimiz ham juda ham chiroyli holatda chiqqan. Sitkalari ham baquvvat holatda. Bu yerda esa kaptalar kirib chiqish uchun mana portikalarni joylashtirib ketganmiz. Ikkala tomonda ham bor. Mana kaptalar bemalol kirib yuraveradi. Bu yerda esa mana kechqurungi holatda ham qafas yoriq turish uchun mana ikki tomoniga suyutlarni moslab ketganmiz. Mana bu yerda esa eshiklari odam bemalol sig'adigan tarzda pastga mana kichkina eshiklarni joylashtirib ketganmiz. Sitlar kaptalar kirib chiqish uchun. Qafasimiz ham mana juda ham chiroyli holatda patologiyaga qilib qo'yganmiz mana. Bu yerlar esa MDF bilan baquvvat holatda chiqqan. Mana yo'llar ham juda ham chiroyli holatda. Bu yerda esa mana sliplarni ham joylashtirgan, suvlar tushib ketish. Ichlarni ham bir ko'rib chiqamiz. Tagi porloq holatda chiqqan, odam chiqsa bemalol ko'taradi mana. Bu qafasimiz mana qo'noqlari juda ham yetarli darajada joylashtirganmiz. Ikkita yonida esa aralash xonasini qilib ketganmiz. Uylar esa bu tomonda 20 ta, bu esa mana sovuq o'tmasligi uchun qalga qog'ozlardan qo'yib yuborganmiz. Biz razmeri uzunligi 2,5 metr, eniga esa 1,5 metr bo'lgan, balandligi esa 2,5 metr bo'lgan. Kimga shunaqa chiroyli shohona qafaslar kerak bo'lsa, manzilimiz Namangan viloyati 3 tumani Chidakapida joylashgan. Narxlari esa $650 dan tayyorlab beryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.